Asosiy sababi faqat narxi emas. 1300 kilometr masofani bosib o'tmanchi razmerda Michelin balon bilan taklif. Bor yo'g'i 7,5 litr benzin rasxod qiladi. Salkam 500 ta ot kuchiga ega bu avtomobil. Assalomu alaykum. E'tiborimiz markazida Voya Free 318. Bu model 2024-yildan ishlab chiqarish boshlangan. Ushbu avtomobil gibrid variantda to'liq quvvat bilan 1300 kilometr masofani bosib o'tadi. Bunda 1,5 litrli turbinali motor faqat generator vazifasini bajaradi. Elektr motorlarda esa 200 kilometrdan oshiq masofani bemalol bosib o'tishingiz mumkin. Xitoy avtomobil sanoatini bozorimizga bu darajada tez kirib kelishini eng asosiy sababi faqat narxi emas. Buni asosiy sabablarini shu avtomobil misolida sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Salkam 500 ta ot kuchiga ega bu avtomobil bor yo'g'i 7,5 litr benzin rasxod qiladi va 0 dan 100 gacha 4,8 sekund. Bu siz xohlagan emotsiyani bemalol taqdim qila oladi. Shaxsan o'zim ham yangi avtomobil sotib olishim bilan birinchi navbatda sifatli balon qo'yishga harakat qilaman, lekin bu avtomobilda unga hojat yo'q. Nimagaki zavoddan 20-razmerda Michelin balon bilan taklif qilishadi. Pnevma podveska hozirgi kunda eng qiziqarli tuninglardan bittasi bo'ladi, lekin bu avtomobilda zavodskiy holatda o'zi pnevma podveska bilan taklif qilishadi. Avtomobilni boshqarish umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Maksimal darajada komfort va xavfsizlikka e'tibor berishgan. Tashqari tarafda 10 ta va salon ichida 2 ta kamera bilan jihozlangan. Avtomobil salonida sizni zamonaviy va hashamatli dizayn kutib oladi. Shu bilan birga bu avtomobil Dyna-Audio Premium akustika tizimi bilan jihozlangan. Bu xitoyliklar eng mayda detallargacha e'tibor berishgan. Avtomobilga hatto o'zini zavodskiy atirlarini ham joylab qo'yishgan. Kayfiyatingizga qarab tanlayverasiz. O'rindiqlarimizda sovutish, isitish va massaj funksiyalari bor. Avtomobildagi kattagina panorama tom sizga yanada komfort va emotsiya bag'ishlaydi. Agarda nima avtomobil sotib olishga ikkilanib turgan bo'lsangiz, bu avtomobilni sotib olishingizni tavsiya qilaman. Nimagaki, buni xarakteristikasida bu narxda hozirgi kunda bizning bozorda konkurenti yo'q. Agarda bu brendning o'rnida Yaponiya yoki Germaniyani emblemasi turganda, narxlar taxminan qancha bo'lishi mumkin edi? Izohlarda javobinglarni kutamiz.